Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bunga mana 14 talik kamperlarimizni tayyor holatga keltirdik. Bu zakazlarimizni o'zimiz Andijon viloyatidan Izboskan tuman, ya'ni Zelenomosga ozroq yetmasdan lokatsiyasi shunaqa ko'rsatyapti. Biz ustaxonamizdan 13 kilometr masofada ekan, o'zlari ustaxonamizga kelib zakaz qilgandi. Rasmda boshqa stolni tanlab, iloji bo'lsa mana qoralarni yaqinroqdan ko'rsatamiz. Shunaqa qora kombinatsiya qilib berasiz deb aytgan edi. Materialini ham boshqachasini tanlagan edi. Biz buni qora patinasiga, bu joylariga materiali kombinatsiyasi zo'r tushgani uchun tavsiya qildik. Akamizga ma'qul keldi. Xudo xolasa tayyor holatga kelib yo'lga chiqib ketyapmiz. Mana xonlarini 360 ga 120 sm qilib berdik. Ichi kattaroq qilib 16 talik razmerida qilindi. Hozir yo'lga chiqishdan oldin bitta ustaxonamizda video qilib oldik. Imkonini qila olsak, manzilimizga yetib borgandan keyin to'liq videosini, terilgan holatini ham olib jo'natishga harakat